O'tkir miokard infarkti asosida toj arteriyalarining o'tkir trombotik bekilishi yotadi. Kasallikning klinik variantlariga qarab turli xil shakllari mavjud. Birinchi shakli bu anginoz shakli. Bunda bemorlar to'sh ortida ko'krak qafasida kuchli anginoz og'riqlarni sezadi va bu og'riqlar chap qo'lga, kuraklar orasiga irradiatsiya bo'ladi. Ikkinchi shakli astmatik shakli. Bu bemorlar nafas siqishi, hansirash hamda bo'g'ilishga shikoyat qiladi. Uchinchi shakli abdominal shakli. Abdominal shaklida bemorlar epigastrida, qorin sohasida kuchli og'riqlar paydo bo'ladi va ko'ngil aynishi, qusish bilan birga ketishi mumkin. Bunday holatlarda bemorlar, hattoki shifokorlar ham oshqozon ichak kasalliklari bilan adashtirishadi. Keyingi shakli aritmik shakli. Bu bemorlarda yurakdagi shikastlanish, turli xil aritmiyalarning paydo bo'lishi bilan birga kechadi va bemorlar yurak urib ketishi, yurakni notekis urishi, bosh aylanishi, hattoki hushdan ketishiga shikoyat qilishi mumkin. Oxirgi shakli simptomsiz shakli. Ya'ni bu bemorlar hech qanaqa simptomlar sezmaydi. Bular asosan qandli diabeti bor hamda yoshi 70 dan katta bemorlarda uchraydi. Aksariyat holatlarda bu bemorlar kasallikni oyoqda o'tkazishadi yoki kech aniqlanadi. Shuni esda tutish lozimki, o'tkir miokard infarkti bu kechiktirib bo'lmaydigan, tibbiy yordamni talab qiladigan, hayotga xavf soluvchi kasallik hisoblanadi. Agarda sizda yuqorida aytilgan simptomlar paydo bo'lsa yoki siz shunaqa simptomlarni o'zingizda sezsangiz, zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordamga yoki kardiolog shifokoriga murojaat etishingiz lozim.